Oila jamiyat barqarorligining eng muhim tayanchi, avlodlar davomiyligini ta'minlaydigan bebaho maskandir. Bugungi kunda yurtimizda qo'sha qarish saodati mavzusida 3 avlod uchrashuvlarining tashkil etilayotgani ham ana shu ezgu qadriyatlarni targ'ib etish, yoshlar qalbida kattalarga hurmat va oilaga sadoqat tuyg'ularini yanada mustahkamlashga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tadbir Respublika ishchi guruhi hamda Quyichirchiq tumani Oydinobod mahalla fuqarolar yig'ini hamkorligida tashkil etildi. Uchrashuvda nuroniylar, o'rta avlod vakillari hamda yoshlar ishtirok etib, unda avlodlar o'rtasida uzviylik, oilaviy qadriyatlarni asrash va keksalarga hurmat masalalari muhokama qilindi. Uchrashuv davomida hayotiy tajribaga ega faxriylar tomonidan oilaviy sadoqat, mehr-oqibat va totuvlik haqida samimiy suhbatlar o'tkazilib, yosh avlodga ibratli tavsiyalar berildi. Shuningdek, 3 avlod vakillari ishtirokidagi ochiq muloqotda vatanparvarlik, ma'naviy tarbiya hamda ilmga intilishning ahamiyati alohida ta'kidlandi. 7 juftlik Oydinobod, Galabator, Minchinor mahallaridan bir-biriga yaqin bo'lgan mahallalardan jamladikki, bularni bir yerda jamlab, shu qo'sha qarish saodat va 3 avlod uchrashuv tadbirini o'tkazayapmiz. Bu tadbirdan nuroniylarimiz xursand, shu nuroniylarni e'zozlash, inson qadri uchun olib borayotgan ishlarni bir namunasidir. Har bir mahalladan 3 tadan faol nuroniy olib, 15 ta kambag'al oilaga biriktirdik. Mana shu biriktirish natijasida biz ketma-ket ishlar olib boryapmiz. Shu bu ham o'sha kambag'al oilalarni kambag'allikdan chiqarish, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha olib borayotgan ishlar bo'lyaptiki, faol nuroniylarimiz ularning xonadonlariga borib o'rganib, ularga o'z yordamlarini, tomorqalarini ekishini, bir ustoz shogird an'anasi bo'yicha ishlashi, yana shu bilan birga o'quvchi farzandlarning to'garakka qatnashishi holati bo'yicha shug'ullanib ularga yordam ko'rsatyapti. Faol nuroniylar bu yettilikning ko'makchisi bo'ldi va har doim ular bilan hamjihatda birgalikda ishlab boryapti. Yakunda bunday uchrashuvlar jamiyatda oila qadriyatlarini mustahkamlash hamda avlodlar o'rtasidagi mehr-oqibatni yanada kuchaytirishga xizmat qilishi ta'kidlandi.